futbolchilar ham oltin to'p olgandan keyin darajasi oshib ketadi. Oltin to'p o'zining oltin davrini o'tkazyapti. O'zi butun dunyoda bu bahs talab. Men Yamal olishini xohlayman, lekin Dembele oladimi, Gerrard oladimi, majburman. O'zini yilida ham to'g'ri olmaganlar bo'lgan. Hozir bunday o'ylab qarasa, Qaysi uslubida urgan goli uchun olgan. o'lchovli unaqa bo'lmagan u paytda. Shu bo'lganligi uchun Real muxlislari ham Ronaldo olishini tarafdor bo'lishgan. Assalomu alaykum do'stlar. iFootballda Futbol Minus dasturi. Bobur Akmalov, Xayrulla Hamidov, Jamoliddin Bobojonov va men Ozodbek Sattorov. Mavzumiz esa oltin to'p. O'zi bir savol bor. Oltin to'p sizlar uchun qanaqa darajadagi sovrin? Eng qisqa kirish so'zi bo'ldi. Boshlovchi tomonidan. Undan ham qisqasi bor. Assalomu alaykum, boshlaymiz degani bor. Bo'pti. Oltin to'p. Eslatib ketish kerak, bugun oltin to'p topshirish marosimi va biz bu marosimdan oldin gapirishni boshladik. Marosimda kim taqdirlanadi, buni endi hozirgi paytda ahamiyati yo'q biz uchun. Ertaga montajga vaqt ketsa, to marosimda olib bo'lgan bo'ladi. Yamalmi, Dembelemi farqi yo'q. Biz oltin to'pni kriteriylari, mezonlari, tarixi haqida gaplashganimiz yaxshi. Oltin to'p men uchun qanaqa sovrin ekanligiga keladigan bo'lsak, qisqa javob beraman, keyin akalarga ham berganimiz yaxshi. So'nggi 7-8 yillikda, balki undan kamroq qisqa vaqt ichida oltin to'p men uchun qiymatini yo'qotgan sovrin. Ancha qadri tushib ketgan va nafaqat men uchun, dunyoda juda ko'pchilik shunaqa fikrda. Oxirgi yillarda ayniqsa shu avvalgi oltin to'p degan narsa men uchun yo'q. Bir necha yildan beri. Futbol uchun ham biroz pasaygandek tuyuladi darajasi. Men uchun aksincha oltin to'p o'zining oltin davrini o'tkazyapti. Mana shu oltin to'pning qadri tushdi deyilgani ham o'zi uning qadridan. Mana shu 90-yillar oxiri, 2000-yillar boshida oltin to'p shu dekabr oylari, noyabr oxiri, dekabr oylarida berilardi. Euronewsda qisqagina 30 sekundlik kadr ketardi. Qaysi futbolchi olsa ham mana shu oltin to'pni kecha tunda olibdi deyishardi. Mana qilib chiqardi rasm. Bo'ldi edi. Masalan, pijamada. Pijamada, jemperda, o'sha davrlarda e'tibor berib qarasanglar, o'sha braziliyalik Ronaldo ham o'sha jemperlarda, vodolaskalarda olgan. Keyin Nedvedning anaqa ham Michael Owen ham adashmasam qanaqadir gulli jemperda olgan. Bu videosi ham chiqmaganda, rasm tarqalgan. Gazetalarda. Bo'ldi. Mana shu o'sha rasm chiqqandan keyin bitta ikkita xabar ketardi, oltin to'pni buylabdi. Yil davomida sharhlovchilar eslasa, Luis Figo oltin to'p sohibi deyishadi. Bu biz hozir ishoning, mana bugun kech payt oltin to'p berilsa, 2 oy uning janjali bo'ladi. Faloncha nimaga oldi deb 2 oydan keyin bu yil kim oladi deb uning tortishuvi bo'ladi oltin to'pgacha. Oltin to'p o'zining oltin davrini o'tkazyapti. Hech qachon oltin to'p bunaqa muhim bo'lmagan. Hozir biz Instagram davrida yashayapmiz. Juda muhim. Masalan, Oskar mukofotini olishdan ham kattaroq tadbirlar qilishyapti. Shoular. Klublar, qirollik klubi deganlar arazlab bormay yuribdi. Avval umuman futbolchi xursand bo'lib qo'yardi, qisqa intervyu berardi. Masalan, o'sha Michael Owen va boshqalar juda baxtiyorman deydi. Bu hech kim talashmasdi. Nimaga Michael Owen oldi, nimaga Shevchenko olmadi, nimaga Shevchenko oldi, nimaga Nedved olmadi degan tortishuv yo'q edi. Faloncha olibdi, bo'ldi. Yamal 20 kishi bilan ketyapti. Mana hozir eng dahshat anaqasi. Oltin to'p ajiotaj. Jahon chempionatini yutishda shaxsiy futbolchi uchun shaxsiy sovrinlar ichida birinchi raqamimiz hozir oltin to'p. Mana podkastlarda Yamallarga o'xshagan patsanlar ham niyatim oltin to'p olish deyapti-da. Qolganlar ham unga havas qilgan, boshqa qilgan ish qilib hozir zolotoy vek. Bitta plyus, bitta minus fikr bo'ldi. Bu futbol minusi va o'shandan kelib chiqib ketadigan bo'lsa, men qanaqa davrligini oltinmi, kumushmi biroz ham bilmayman to'g'risi. Lekin bu davrni yuqoriga cho'qqi olib chiqqan Messi bilan Ronaldo bo'ladi, shuni bilaman. Ikkalasini o'rtasidagi tortishuv natijasida hozirgi tortishuvlar yuzaga kelyapti. Ya'ni o'shalar tortishuv endi Real Barsada o'ynaganligi uchun ikki armiyani ajratishdi va o'sha armiyani qolgan qutganlari hozir talashishyapti. Yamal bo'lsa Yamal, Dembele o'tgan yili misol uchun Barselona muxlislarini ko'p Rodriga muxlislik qildi. O'zi aslida juda kulgili.
chunki umuman oltin to'p futbolda futbol uchun hech narsa emas, chunki bitta nashrni Frans futbol oldin berib yurgan narsasi bo'lgan va keyin rivojlan yillar davomida futbol rivojlangani kabi, misol televideniya rivojlangani kabi u ham xuddi zamon bilan hamnafas rivojlana boshlagan. Bobur aytdi, Papenni aytdi, Papendan paytida bilmaymiz ham qanaqa bo'lganligini. U 91-yilga to'g'ri keladi. Ommaviy axborot vositalari keyin cheklangan. endi Yevropada baribir bo'lgan, Yevropada o'ziga yarasha janjallar bo'lgan. O'sha paytda bizda bo'lmagan bo'lsa, agar janjal bo'lmaganda Jorj Veya olgan yilda birdaniga endi Yevropadan boshqalarni ham qo'shmasak bo'lmaydi degan fikr kelishmasdi. O'shandan boshlangan o'zi haligi oltin to'pni bir qiymatimi ko'pchilik e'tibor berishi boshlaganda va bu yog'iga Jamol to'g'ri aytib o'tdi, balkim ikkita bunaqa Messi bilan Ronaldo kabi uzoq yillar kurashadigan futbolchi chiqmaganligi uchun almashib bo'vergan. Men oltin to'p bilan ham o'lchanmaymizda. Masalan, Ronaldo bilan Zidan, Ronaldinho uchalasini hozir qaysi biri qanaqa kim ko'proq oltin to'p olgan deb kelmaydi. O'yinini eslaymiz, o'yindan kelib chiqamiz, jahon chempioni bo'lganligidan kelib chiqamiz. Lekin mana bu Ronaldo bilan Messi va Frans futbol saldan keyin qo'shildi FIFAga. UEFAga. UEFAga qo'shilishi natijasida yanada FIFAga kattarib ketdi. Va Bobur aytganda, misol uchun hozir ham podkastda bor. Eski paytdagi qaysi birlari haqli berilgan, nohaq berilgan degan tortishuvlari bor. O'shalar o'sha payt bo'lmagan, Jamol aytganda. Bo'lmasdi, sababi ba'zan shunaqa edi. Misol uchun Shevchenko olgan bo'lsa, ha o'zi to'g'ri oldi, undan 2 yil oldin zo'r o'ynadi, o'zi bitta olib qo'yish kerak edi degan fikr bo'lgan. O'zini yilida ham to'g'ri olmaganlar bo'lgan. O'zi bunday o'ylab qarasa, bu jurnalistlarni shaxsiy tanlovi, u simpatiya bo'lgan, keyin oldin mana misol uchun hozir Dembeleni o'yinini juda ko'pchilik jurnalistlar ko'rib ovoz beryapti-da. Oldin mana shunaqa PSJga o'xshagan jamoalarnikini ko'rib bo'lmasdi-da. Chempionlar ligasidagi o'yindan kelib chiqib bo'lardi. Lekin Barselonani hamma ko'rgan, Yamalni hamma ko'rgan, Rafinani ko'rganda, uni ko'rmagan. Bo'lardi oldin. Hozir maksimal ko'rsa bo'ladi. Chunki Dembele gol urganda hech bo'lmasa highlightslarni ko'rish mumkin. Shuning uchun hozir bu menimcha PRlarning natijasida ozmoz ko'pirtirib bizga taqdim etilayotgan sovringa aylandi. Shunaqa o'z Jamol akam joyida aytdilar. Instagram davrida yashayapmiz. Instagram davrida yashayapmiz, kalit so'z. Lekin Instagram davri uncha ahamiyatsiz yoki ahamiyati o'rtacharoq narsani ham yuqori ko'rsatadi. Futbolchilar ham oltin to'p olgandan keyin darajasi oshib ketadi. Mana Modric, Rodri bu futbolchilar oltin to'p olgandan oldin va keyingi davrda nima darajasi oshdi? Ya'ni Modric hozir boshqacha ko'riladi. Modric qariya futbol tugatish kerak. Rodri jarohatda. Kroosdan ko'ra, masalan, Modric hozir tepa ko'riladi. O'zi azaldan Kimga qanaqa? to'p olmasa ham Modric Kroosdan yaxshi edi. Gap bunda emas. Xayrli aytgandek, buning darajasini o'sha Messi, Ronaldo ko'tarib bordi. Keyin bu ham rivojlanyapti-da. Bu bir paytlar o'sha dastlabki yillarda faqat Frans futbol o'ziningina sovrini bo'lgan. Bir paytlar sobiq Sovet ittifoqida o'sha nima, qaysi Sovetskiy Sportingmi sovrini bo'lgan. Yo qaysi gazetaniki? Yo'q. Fidotov klubiga a'zo bo'lardi. Yo'q, qaysidir gazetani anaqa sovrini ham bor edi, shunga o'xshash bo'lgan. Keyin butun Yevropa sport jurnalistlari ovoz beradigan bo'ldi. Hozirgi kunda hamma bor edi. Hozirgi kunda hamma davlatlar, nechta davlat bo'lsa, FIFAga a'zo, o'shalardan bittadan jurnalist ovoz beradi. Chunki hozir bu faqat Yevropaning eng kuchli futbolchisiga emas, haqiqatdan ham berilgandan keyin siz xohlaysizmi yo'qmi, o'sha yil uchun dunyoning eng kuchli futbolchisi deb tan olishga majburmizda. Hozir oltin to'pda jamoaviy sovrinlar va shaxsiy natijalar qaraladi-yu. Qaysidir davrda ko'proq jamoaviy sovrinlar, Chempionlar Ligasini yutgan jamoaning futbolchisi oltin to'p olishi odatiy holatga aylanib qolganda, hozir qaysi biriga ko'proq qarash kerak jamoa uchun? Shu mezonlar haqida gaplashamiz dedik-ku. Mezonlar haqida gaplashsak bahslashamiz deb, Jamol akamni boshqa. O'zi butun dunyoda bu bahs talab, mezon. Qanaqa mezon? Kriteriy deydi-yu, nima o'zi u? Nima bilan? Avvaliga o'zi anaqa bo'ldi, uzr gap bo'ldi. Oldin yil uchun edi, hozir mavsum uchun qildi. Hozir bu tomoni ham o'zgardi. Oldin
Pele, Maradonalar olmaganda. Faqat Yevropa uchun berilgan. Keyin dunyo qo'shildi. Birinchisidayoq Jorj Veya olgan. Birinchisidayoq qo'shildi. o'sha yili haqli bo'lmagan deyishadi. 95-yilda. 94da yaxshi o'ynagan bo'lgan, 95da boshqa futbolchini aytishadi. Unaqa Litmaninni aytishadi. Yarim Litmanin. Bu unaqa desangiz mana 2003da Shevaga berishmaganda Nedvedga berib yuborishgan. Haqli Sheva edi. Keyingi yili u olgan keyin. Super Kubok Italiya seriyasini yutgandan keyin. Rodri ham shunaqa bo'ldi. Rodri ham 1 yil oldin zo'rroq o'ynaganda, Viniciusni ba'zi xurmacha qiliqlaridan minus bo'lib ketib qoldi. O'ziga o'zi. Endi bu yerda mezonlar masalasida ozod mana o'sha shaxsiy yutuqlar, aytaylik, bu yil nimaga o'sha PSJdan futbolchilar ko'proq? Chunki PSG Yevropadagi, umuman jahondagi eng sovrindor klublardan biri. Shuning uchun tabiiyki u PSJdan futbolchilar ko'p. Ikkinchisi shaxsiy sovrinlar. Endi shaxsiy sovrin futbolda deyarli yo'q, mana bunaqa sovrinlardan tashqari. Endi to'plar bo'lishingiz mumkin. Qaysidir turnirning Oltin butsi bor. Yaxshi o'yinchisi UEFAning yaxshisi bor. Qanaqadir u uncha muhim emas agar jamoaviy yutuq yutmasangizda. Masalan, aytaylik, Shortdan futbolchisi nima desam ekan, o'z Superligada eng ko'p podkat qilgan sovrinni olsa, Shortanga hech narsa emasda. Yo'q, hatto to'prar olsa ham. Oxir oqibat u futbolchiga ham hech narsa emas. Baribir futbolda jamoaviy yutuqni yutish kerak. Uchinchi mezon bu ko'ngil ish. Chunki bu yerda tirik odamlar ovoz beradi. Shu mezon. Tushuniz, qanchadir nechtadir 200 nechta odam ovoz beradi. Uning ichida boyagi 30 ta Frans futbol tanlab berdi. 30 ta futbolchining ichidan kimnidir birga qo'yadi. Masalan, Bobur birga qo'ygan odamni men umuman 10 talik anaqaga kiritmasligim mumkin. O'shaning uchun bu yerda eng muhimi ko'ngil ish. O'sha tanlangan odamlar, masalan, bizning O'zbekistonda Narzulla, shu Narzulla xohlasa anaqani ham ko'rdim men. Borussiyadan bir futbolchi bor, hozir ismi esimda yo'q. Gerassi. Xohlasa Gerassiga beradi. Kim nima deya oladi? Shu Narzullani vaqtlarni keltirib chiqaradigan. Bu o'shalar yig'indisi bo'lgandan keyin biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, shuncha odamning ovozlab berishini yig'indisi bo'lgandan keyin bugun men Yamal olishini xohlayman, lekin Dembele oladimi, Gerassi oladimi, majburman tan olishga. Shu noto'g'ri emasmi, Jamol aka? Qara, endi o'sha to'g'risi qaysi? U to'g'risi degan variant tashkilotchilar, men noto'g'ri deb deyishim mumkin. Tashkilotchilar oxirgi hafta yoki oxirgi oyda eng kuchli 5likni taqdim etib, faqat shunga berasanlar deyish kerak emasmi shunaqa? Olagan intiq urmasdan tanlab berish ham noto'g'ridir. Masalan, men Narzullaning o'rnida bo'lganda 3 ta agar ochko beriladigan joy 3 ta o'zi, uchalasiga ham o'tkir deb yozib qo'ygan bo'lardi. Nimaga ular mening huquqimni doim yozardi? Menga Yamal bir jahon, Usmon bir jahon. Lek o'tkirdek darvozalimiz bor. Yamal tarafini olib turibsiz, ismingiz o'xshagan. Endi Yamal majburda o'tkirda yoza olmaysizda, chunki ular tanlab. Siz buni ham qisqartirmoqchisiz-da 5 tagacha. Yo, oxirgi bosqichda, ya'ni ko'ngil ishi bo'lib ketmasligi uchun, juda ko'ngil ishi bo'lgan taqdirda ham baribir Grishada ozgina tushunishi uchun Mount qo'ygan. O'zi nimaga olib qo'ydik desa menga yoqadi. Mount Müller Mount qo'ygan. Menga u yoqadi degan. Yo, masalan, menda 2 ta yo 3 ta nohaqlik bor-da. Nedved olgan yili Shevchenko olish kerak deb hisoblayman va eng katta nohaqlik o'sha eski davrda bo'lgan ekan. Beckham olish kerak bo'lgan yilda Rivaldo olgan. Barselona 4-o'rinni olgan. Qaychi uslubida urgan goli uchun olgan. Beckham butun mavsum sizga Valensiyaga urganchi yoqmaydi. Yo'q, 99-yil Manchester United muxlisi bo'lganman. Beckham butun mavsum yuqori darajada o'ynagan. Treble qilgan United. Barsa choyning qopqog'ini yutgan. Lekin Rivaldo berishgan o'sha. Eng katta nohaqlik. Bitta o'yinda qaychi? Yo'q, o'zi butun mavsum menimcha. Yo'q, yomon o'ynaganda berishmasdi. Yo'q, o'sha 99-yilda ham o'sha masalada talashsak ham Rivaldo. Beckham hattoki o'sha Unitedning yetakchisi emas edi. Undan yaxshi futbolchilar bor. Rivaldodan ozgina kam olgan ovoz. Keyin Beckham o'zi sal anaqa qilingan futbolchi. Shishirilgan futbolchi, chunki uni o'zlar, angliyalik o'zlar futbol mutaxassislari o'sha davrda ham aytdi. Jamoa endi ko'pchilikga yoqadigan aniq bitta funksiyasi bo'lganda Beckham. O'sha mukammal bajargan. O'sha ko'ngil ishi degan joyga ham tortadigan
Bu yerda ko'ngil ishi bo'lmagan ekan. Puli ham ko'p bo'lgan u paytda. Sovuq baho bilan Rivaldoga berish. Yo'q, o'shada butun sovuq baho bilan emas, butun hamma sovrinni yutgan Unitedni eng yetakchisi qolib ketib, balki hech narsa yutmagan. Men o'sha aytmoqchiman, ya'ni mana o'zi hayolimda qolgani o'zi noto'g'ri deyishsiz o'zi bor-ku. Bu noto'g'ri. Sizni tanlovingiz. O'zingizni tanlovingiz o'sha oxirgi xulosaga to'g'ri xuddi keladi. Narzullar ham xuddi shunaqa tanlaydi. Shunda yo o'shada Rivaldoga ovoz berganlar qo'shilmasligi mumkin-da sizga. Ha. Ko'rdingiz, buning oxiri yo'q-da. Kirishi ham qo'shilmaydi menga hech qachon. Yo'q, keyin hozir baribir oltin to'p ga berilayotgan kriteriya bo'ladimi? Keyin hamma o'yinni ko'rish imkoniyati jurnalistlarda ko'proq. Oldin juda g'alati bo'lgan. Shuning uchun noto'g'ri deb bemalol ayta oladi. Misol, zo'r futbolchi, keyinchalik zo'r bo'lib ketib qoldi. O'sha paytga qaytamiz. 98-yil Zidan boshida 2 ta gol urgan. Boshida urgan, bo'ldi, boshqa narsa qilmagan. Finalda yaxshi o'ynagan, Jahon chempionati finali. Jahon chempionatida u qizil kartochka olgan. Juda yomon ahvolga solib ketgan guruhni. Endi hozir bu yerda turib Zidan deb gapirish hozir Zidan muxlislari kimni gapiryapsan deyishlari mumkin, lekin o'sha kundan kelib chiqadigan bo'lsa, Zidan jamoasini yomon ahvolga solib ketgan. O'sha kalla qo'yishdan oldin Saudiya chempionatda Saudiyani futbolchisini futbolchisini ataylab bosib ketgan oyog'ini. Ikkita Paragvay bilan u Loran bilan urib yurgan bechara bir balo qilib. Keyin Lilian Turam yarim finalda urgan. Turam urmaganda chiqmasdi finalga. Shu fikr urib bo'lgan. Finalga chiqqandan keyin bir texnika bir narsa bosh bilan ikkita burchi bu yoqdan oshirgan, bosh bilan urganda o'sha ikkita boshiga oltin to'p olgan. Misol. Lekin o'sha yili hamma statistika bo'yicha ham Angliya Premyer Ligasi natijalari bo'yicha ham Chempionlar Ligasidagi o'yinlarda ham anaqa Dwight York zo'r o'ynagan o'zi. Ko'pchilik shuni qo'yishadi-da, lekin o'lchovli unaqa bo'lmagan u paytda. Hozir lekin Braziliyadan Ronaldo ham yaxshi o'ynagan. Endi finalda yutqazganligi uchun mana Kluivert ham yaxshi o'ynagan. Kluivert ham yaxshi edi. Beckham ham Bergkamp shu umuman zo'r o'ynagan. Lekin finalda urgan bir narsa deb bo'lmaydi-da. Ammo xuddi shu kriteriya bilan kelsa, nimaga bo'lmasa Argentinaga g'alaba golini urgan kim edi? Germaniyalik 114-daqiqada Götze. Nima Götze'ga bermagan deydi-da. Hali kriteriya umumiy, hali ikkita, uchtasi to'g'ri qolgani ko'ngil ishiga kirib ketganligidan borku, hamma bir-biri bilan tortishishini ham bahslarni ham asosan shu bo'lib qo'yadi deb o'ylayman. O'zi kriteriya o'zgarsa ham. Modricga. Bu ham rosa bahs talabdi. Modric olgan. Ronaldoning gapi bor. Ronaldoniki edi o'sha. Yo'q, o'sha Ronaldo bilan Messida sonlar shunaqa bo'lib ketmaganda borku, Ronaldo yetib olishiga o'sha payt imkoniyat bo'lganda, shu bo'lganligi uchun Real muxlislari ham Ronaldo olishini tarafdor bo'lishgan. Ketgan paytiga. O'sha Realdan ketmaganda olardi deb o'ylayman. Bu Perez boboning ishi. Keyin oltin to'p shunaqa davr bo'ldiki, oldin jiddiy qarashmas hozir o'sha Jemperdan beriladigan paytlarda e'tibor bermay kelib turib, mana bu ikkalasi chiqdi va eng menimcha o'sha armiyaga bo'linishiga sabab Real Barsani ko'tarilishiga FIFAga o'tganligi bo'ldi. FIFA 5 yillikmi shartnoma qilgan-ku. Agar FIFAga o'tmaganda FIFAni Zebesda bo'rardi bu yoqda, misol uchun. FIFAga o'tishdan oldin 16-yilgacha. Kaka oldi oxirgi bo'lib, keyin bitta Ronaldo oldi, FIFAga o'tgandan keyin to'g'ri Messi oldi. Ketma-ket. Ondanmi 16-yilgacha bo'lganda FIFA bilan. Shu 5 yil 6 yil shartnomasi bo'lgan. Shunda yomon tomoni bitta baho bo'lib qoldi-da. Oldin bilsangiz yoshligimizda borku, bo'lardi. Brilliant to'p ham bo'lardi-da. Misol Ronaldinho 2 tami 3 ta olgan. Zidan ham ko'p olgan Ronaldinho qani. O'sha Zebesda. Unda qanaqa bo'lardi? Unda faqat ko'ngil ishi edi. Hozir kim o'zi zo'r o'yinchi deydi. Misol ko'rib turishadi, u o'ynamayapti bo'lsa ham, qari bo'lsa ham, Ronaldo Messi olib yuribdi hozir. Lekin brilliant to'p bilasizmi? Yupatuvchi to'p edi ko'proq. Ikkalasini olgan futbolchi juda kam edi. Oltinni olganga brilliant berishmasdan 2-3 o'rinda bo'lib Zebesga o'xshab ketardi. Harna bo'lardi. Kimdir o'sha tortishadigan kichkina toifalar uchun ham ikkita narsa taklif qilinardi. Bu yaxshi edi. Keyin bitta bo'lib qolgandan keyin bitta bo'ldi, shu xulosa deyildi. Keyin hatto FIFA o'sha Ronaldo 3-chisida 4-chisida ham kelmay qo'ygandan keyin keyingi yil qilgan ishi bilan butunlay hamma narsa qilish mumkinligini ko'rsatgandi. To'g'ri, paytda Zlatan ham 5 talikka kirgan. Zlatan yoki Ronaldo ikkalasidan bittasi
olardi. O bitta o'yinga ham qo'yishganda, dekabrdan yanvarga ko'chirib olishgan 13-yilligini. Riberi olish kerak deydi. Riberi meniki deydi, naryoqda Sneyder meniki deydi. Lekin Sneyder o'sha Interda ham eng zo'r bo'lmaganda. Beckham metosi. Iniesta meniki deydi. Iniesta ham yarim yil jarohatda bo'lgan, Barsada o'ynamaganda. Endi boyaga finalda urgan bo'ldi. Finalgacha Iniesta gol olmadi. Boyaga kriteriy. Lekin anu Ronaldo bilan Messi hech narsa qilmasdan agar 1-2da turgan bo'lsa, bu ko'rganda odamlar o'sha paytda ko'rardi futbolni. Stabillik kuchliroq bo'lganda, o'sha tomondan har yili o'zgarib boraverganligidan oxiri mana boya Jamol Real bormayapti dedi-ku. Real bormayapti, mana PSG hatto bugungi o'yinini qo'ygan. Kecha bo'lish kerak bo'lgan bemalol bugunga ko'chirdi. O'zining Fransiyasida bo'ladigan tadbirga ham bormaslikka qaror qildi va shunchalik intrigani oshirmoqchiki hozir anaqa France futbol nega intrigani oshiryapti? Narigi tomonda The Best ham raqobat bo'lib qoldi-da, haqiqatan. Tadbir, baribir bitta tashkilot, eng katta futbol tashkiloti qiladigan tadbir bilan gazeta nashrini, o'zi jurnallarni qo'yishdi. Gazeta nashri bo'lgan bilan UEFA rasman tan oladi-da, anaqaniki. Tarixiy ham bor Jamol aka. Eng o'sha tarixiy bo'lganligi uchun to'g'ri. Demoqchiman, bu evrilishlar bilan kelayotgan sovrin. Shuning uchun ham o'zi aslida biz har doim yozamiz, qo'yamiz, biz ham shu intriga ichida yashaymiz-ku. Lekin men shaxsan o'zim hatto Messi, Ronaldoni ham davrida, misol uchun Ronaldo 8 ta oltin to'p olsa, Messi 5 ta olsa ham, men uchun Messi, Ronaldo haqidagi fikrlar o'zgarmaydi-da. Misol ikkalasi haqida, ikkalasi ham zo'r bo'lib turaveradi. Biri-biridan hamma qatori ustun qo'yishi mumkin mana Jamol ham, Bobur ham. Lekin juda aloqorimiz, ikkalasini qo'shamiz, har doim qo'shib gapiriladigan darajadagi futbolchilarda. Shuning uchun oltin to'p mavqei oshib borayotgani bu kelajakda menimcha zarar beradi deb o'ylayman. Bu PR zamonda bor-ku, misol uchun 18 yoshli bola boryapti hozir 20 ta odam bilan Real arazlab yotibdi. Keyin o'zi Frans futboli o'zi ana qilibdi. Meni sarlavha qo'yibdi. Biz Realni nashr orqali mana shu kelishini iltimos qilamiz. Oltin to'p Realga kerak bo'lmasa ham oltin to'pga Real kerak debdi. Pas ketishdi. Ya'ni yuribdi. Real o'zinikini o'tkazdi degan. 2 yil o'tkazdi, oxiri yo'q, o'tkiz mana shu gapini o'zi oltin ana Frans futboli o'zini bayonotidan kelib chiqsa bo'ladiki, ular ham kimlar bilan qiladi? Realda, Barselonada shu 2-3 ta jamoalarda ko'proq oltin to'p oladigan futbolchilar biladi. Ularsiz g'arib o'tishini biladi. Yana ertaga kimdir o'zicha nohaq sanagan paytida u ham isyon qildi-da o'sha. Qilgandan Barselona ham qilishi mana PSG ham kelmayapti-yu. PSG ham kelmayapti. Bu ham shu-da. PSG o'yini bor ekan. Kecha o'yin qoldirildi-da, bo'lmasa kelardi. Dezerbi hazil ekan emasdi, qiynab tashladi Reallar. Uni ham qiynab tashlashi mumkin. Bilmaymiz o'zi ertaga ketadimi bugunmi? Yo'q, hali. Marosim o'tgandan keyin ketadi. Xullas shu oltin to'p endi bundan buyon yanada ishiravurishadi. O'tganga Futbol Plusda ham bir gaplashganimizda ham mana o'tgan yilda kuzatilmagan narsa bo'ldi-da. Noto'g'ri berildi deb hisoblandingmi ko'pchilik. Vinicius bormaganiga, boshqa qilganiga, keyin Rodrini 1 yildan oldin yaxshi o'ynagani, bu yili odam topilmagandan beri yuborildi degan xulosaga keldi ko'pchilik. Shundan keyin mana bu yil tinimsiz har oy kim xuddi to'purarlar bahsiga o'xshab turib e'lon qilib borishyapti. Lekin boshdan esdan. Boshda anaqa Salah bor edi. Salah reytingini. Asosiyda o'sha reyting baribir ongni ostiga ta'sir qiladi. O'sha jurnalistlar har doim ularning ham sahifasi bor, ularning ham Telegram kanali bor. Doim ko'rib turadi. Masalan, hozirgi keyingi bugungi marosim emas, keyingi yil uchun reyting tuzilsa, hozirda Kylian Mbappe birinchi o'rinda. Menimcha, men ham bilmadim. O'zi K harfini ko'rsatib qo'yib intrigalar eng muhim Holland ham yaxshi. Eng muhim turnir bu baribir kelasi yilgi jahon chempionati. Jahon chempionatiga Va qarab. jahon chempionatidan keyin darhol bo'ladi-yu. O'sha narsa hal qiladi. Modrichga o'xshab kimdir olib ketish mumkin-da. Mavsum uchun qilingani yaxshi bo'ldi, lekin baribir. O'sha faqat 2020 mi Lewandowskiga berilmadi?
Covid tufayli. Bitta. O'shanda olardi. Ana o'shani agar fransuz futboli agar kallasi bo'lganida o'shani berish kerak edi. O'tmagan yil uchun Lewandowskiga berish kerak endi edi. uni so'rov qilish kerak edi, o'tib ketgandan keyin qiyinda baho. O'yinlar yo'q, o'yinlar grafik o'zgarib ketdi-ku. Boyagi o'yinlarda anaqasi o'zgarib ketganiga fransuz futbol shunaqa eng asosiysi Jamol Fransiyada to'xtab qoldi. Haqqoniy bo'lmaydi dedi. Chunki Fransiya chempionati umuman to'xtatib qo'ydi-da ular. Ba'zi bir chempionatlar boyagidek guruh anaqa guruh qilib o'tkazishdi. Chempionlar ligasi o'lchov bo'lsa bo'ladi. Guruh bo'lib o'tdi. Shuning O'sha uchun Lewandowski barib olish kerak. o'yinlarning tuzi yo'q degan ma'noda qilmadi. O'sha bo'sh yilni to'ldirib qo'yganda hozir o'sha gap so'zlar kamaygan bo'ladi. Juda ko'p haligacha gapiriladi. Levoga berish kerak edi shuni deb. Chunki 1 yil oldin berilmadi bunga va o'sha yil ham berilmadi. Buni nima uchundir o'ylab ko'rmayman. Mana shunaqa juda ko'p bahsli tomonlari bor. O'ylagan endi shu qaror kelganda. O'zi bahsliligi uchun yaxshi bo'lsa kerak. Darajasi balandroq. O'zi Ronaldoning gapi bor, oltin butsa men uchun oltin to'pdan yuqori. Chunki oltin butsada u natija uchun beriladi, ma'lum bir o'sha gollar uchun beriladi, lekin bu ko'ngil ishi degandek gapirdi. Kimdir Messining sizligidan ko'proq deydi, shunaqa deydi. Rostdan ko'ngil ishli, rostdan. Shu uchun ham savol bor, o'zi oltin butsa, oltin to'pdan darajasi baland. Shuni o'zi qarang, Modricga berilgan yildan oldinmidi, Yuventusdan keyin adashmasam, Saudiyaga o'tdi-yu Ronaldo. U dunyo futbolidan o'chirildi-da u. Ustidan chiziq tortildi FIFA tomonidan. O'zi Coca-Coladan boshlangan. O'sha men bu teoriyaga ishonaman 100%. Hozir biror marosimda Ronaldo yo'q, Globe Soccer'dan boshqa. Amirlikda o'tadigan marosimdan boshqa. Hech qaysi FIFA yo UEFA marosimida Ronaldo yo'q. Hatto o'tgan yilda to'plar bo'lib turib, hamma turnir nechta gol urdi? 30 talik, 50 talikda ham yo'q nominantlarda. Bo'ldi, uning ustidan chiziq tortilganda. Chempionatda keldi. Misol uchun Messi ham jahon chempionatiga bordi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati FIFA logosi ostida o'tadi-yu. Messi ham yetishmadi-yu. Chempionatga ham bormayapti. Klublar o'rtasida jahon chempionati ham yo'q-ku. Yo'q, bilaman. Ya'ni mana misol jahon chempionatida ishtirok etdi, haqiqiy jahon chempionatida yoki Yevropa chempionatida ishtirok etdi. Endi unga kirolmadi-da o'zi. Terma jamoasi natija qilmagandan keyin, u to'plar bo'lmagandan keyin kirolmadi o'zi. Ya'ni u ishtirok etdi demoqchiman. O'sha jarayonda bor, xuddi saralashda qatnashib, asosiy qismi siz ham yozdingizmi? O'tgan yilga anaqada hatto nominantlar orasida yo'q deb yozdingizmi? 45 ta gol urgan bola nominantlar orasida ham yo'q. Hech bo'lmasa shu yilini o'zini aytyapman-da, misol uchun. Hamma yoqda yoshini hurmat qilib qo'yish kerak edi o'zi. Bu yoshda buncha gol urgani uchun bu juda qiyin mavzu. Bu chuqurlashib ham bo'lmaydi. Men ko'ngil ish deyapsiz, ko'ngil ishiga kirmaydi. Hozir ikkalasini qo'yib bo'lmaydi bular ishiga. Qo'ysa xavfli, yana yutib qo'y. Ikkalasi tortishib qo'yadi. Messi 2 marta shunaqa qilib yutdi-yu. Yo'q, bittasi jahon chempionati bo'ldi. U bittasi jahon chempionati, keyingisi-chi? Hamma kuldi keyin. Jahon chempionatidan keyin olgan yo'q. Oldi. Yo'q, jahon chempionati uchun oldi. Yo'q, alohida oldi. 23-yil oldi. Jahon chempionati uchun oxirgisi dekabrdagi jahon chempionati uchun oldi. U heyt bo'lib ketgani ani noto'g'ri bo'ldi. The Best bo'ldi. Chunki jahon chempionati qishda bo'ldi-yu. Yanvarda The Best bo'ldi. Yanvarda oldi, rostdan keyingi yilda keyin kuzda oltin to'pni oldi. Yo, oltin to'pni o'sha jahon chempionatiga oldi. Yana yanvarda The Best bo'lganda chalg'ib juda ko'pchilikka berilgan 4 oy uchun qilishgan o'sha paytda The Bestni. 4 oyda ham baribir Copa Amerika bir narsalarda urgan-ku deb turib quloqni tortmoqchi bo'lishdi. Xotirada o'sha turgan bo'lgan. Birdan berib yuborgani esda yo'q. O'sha katta ham qo'ymadi. Ijtimoiy tarmog'iga ham qo'ymadi, bormadi ham, olmadi ham. Bilmagan bo'lsa ham kerak. Ana endi mavzu ochildi. 21-yildagi Messi mavzusi. 2021-yilda olgan oltin to'pi rostdan ham biroz adolatsizlik. O'zi jahon chempionati emas, undan oldingisi gapiriladi. Orada Benzema oldi, undan oldin hech narsani yutmagan davrida. Copa Amerikani yutdi. Bitta Copa Amerika, lekin bu yoqda boshqa futbolchilar bor edi. Ishoning o'sha yili Ronaldo 21da bo'ldi Yevropa chempionati. Agar Portugaliya yutganda Ronaldo bo'lardi. Berishardi. U davrlarda hech kim yo'q edi, ikkalasidan boshqa hech kimni ko'rmasdi. Bo'ldi edi. Finalga chiqib bersa ham. Na ko'ngil, na ko'z. Copa Amerikada ham Di Maria harakatlangan. Omadsiz qatnashgan Portugaliya Yevropa chempionati, shuning uchun Ronaldoga berishmagan, Messiga berishgan. Copa Amerikada ham yaxshi o'ynamaganda u. Nimaga chempion bo'lgan? Yo'q, Di Maria finallarda Di Maria gol urib chempion bo'ldi. U oqsoqlanib yursa ham Argentinada hammadan yaxshi. Argentinada 6 ta o'yin bo'lgan. 6tasida men o'zim ochib bo'lgan.
6 ta o'yinda eng yaxshi. Gol urmagan o'yinda. Va u- Yaxshi o'ynama, finalda uncha zo'r o'ynamagan. Gol urmagan o'yinda man of the match bo'lish bu Eng zo'ri. Pedri darajasi. Man 13-yildan Ronaldoni olgandim. Riberi hammasini yutgan ekanda, Chempionlar Ligasini yutgan. Keyin Bundesligani yutgan, hamma narsani yutgan, Ronaldo hech narsa yutmagan o'sha mavsumda. Mana bu ham ko'ngil ishi bu qo'ya. Ronaldo o'sha yili meni esimda oltin to'pga o'sha payt qiziqar ekanman deyman. Qiyin paytlarim bo'lgan. Lekin o'sha oltin to'pga qiziqqanman. Qoldirilgan O'zbekiston futbolida o'qiganman. Nimaga bo'lgan? Dekabrda Shvetsiya bilan Portugaliya saralash bahslarida bir-biri bilan play-offga tushib qo'ygan. Portugaliya o'shanda Portugaliya chiqa olmagan to'g'ridan-to'g'ri. Play-offga chiqqanda keyin FIFA o'zidan o'zi UEFA surib qo'yganidan. surgan, yanvarga surgan. Yanvarga Shu surgan. lekin bir tomoni misol uchun Ronaldo uchun qilgan deyishadi, lekin Zlatan ham bo'lganda. Zlatan O'zaro o'yinda shunchalik Zlatan zo'r o'ynaganki, ikkalasini o'yinida 6-2 bo'lgan, umumiy 4-2. 4 tasi Ronaldoga, 2 tasi Zlatan. 3-2 qayrligi. 3-2 Bruno. Umumiy. Ha, Bruno ha. Hammasini Ronaldo bilan Zlatan urganda. Shu darajada oltin to'p uchun o'ynashgan. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Bu endi ikkinchi darajali narsa. Shunaqa davr ham bo'lganda, endi masalan uchun Riberi eng porloq payti ham, eng zo'r payti ham da anaqada Ronaldoni bitta shu o'yinchalik yorqinligi yo'q-da. Mana masalan, ko'ngil ishidan tashqari yorqinlik bo'ladi. Epizod final Zidan ikkita kallas bilan urganiga yoki boshqa ko'pchilik finallar uchun olganlar bor-da. Ronaldo. Ani odam yo'qdan olganlar bor, himoyachi. Roberto Carlos aytadi-yu, Ronaldo Cannavaro. U Buffon o'sha Juventus bilan tushib ketgan-ku. O'sha uchun berilgan deyiladi. Zidan kalla qo'ygan. Zidan kalla qo'ygan. Yo'q, o'sha davrda. Zidandan Materazziga kalla qo'ygan, qizil olib faoliyatini tugatganligi uchun Zidanga berishmagan. Bu ham ko'ngil. Zidan olgan, ochko. Bunaqa mana qarang, 10-yilda Messi olgan. Ispaniya chempion bo'lgan, Barselona. Iniesta'niki deyishadi. Iniesta'niki deyishadi. 13-yilda Riberiniki deyishadi. Yana qaysi yilda kimnikidir deyishadi. 15 ta Neymarniki. Lekin Yo, 14 Iniesta deyishadi. O'sha davrlarda aqlim joyida bo'lib, hushim joyida bo'lib aytaman. Hatto ochkisi ko'rgan. 2009-yildan biri Saudiyaga ketguncha, biri anaqa ketguncha jahon futbolida ikkalasidan yaxshi futbolchi yo'q edi. Anaqa Boqam amakining medalini olgan bo'lsa ham, mahalla turniri Barkam avlod yutgan bo'lsa ham bor-ku, gap bu yerda unaqa emas. Shu ikkalasi bir necha yillar davrida shu ikkalasidan yarmiga kelmasdagi qanaqa qilib Riberi oltin to'p oladi, Messi bilan Ronaldoning oldiga qo'ysangiz yarmiga kelmaydi hech qachon. O'sha yili Iniesta ham hatto. O'sha yili ham. Neymar ham. 15-yili yaxshi o'ynadi. Hech kim bu Ronaldo bilan Messida talashmas. Keyin nimaga mana Benzema oldi, nimaga o'sha yili Vinicius demasanglar, boshqa gap yo'q. Mana xuddi kecha Rodri oldi, Vinicius olmadi. Bunda talashsa bo'ladi. Lekin ikkitasi turgan joyda ikkalasiniki talashsin, lekin maydalarni qo'shmanglar. Unda Modrichga ham nohaq bo'ladi-da, hozir aytgan gapingizda. Modrichki mana shunaqa, endi bu meni ko'nglimning ishi. O'sha yil anaqaniki edi deb o'ylayman. Ronaldoniki edi deb o'ylayman. Messi bilan Ronaldodan zerikkanida Modrichga beraverdi. Jahon chempionati ham bosdi-da, baribir. Keyin qanaqa qilib finalga chiqqan Xorvatiya uchun beraverdi. Yutmagan-ku jahon chempionati. Yutmagan. Chempionlar ligasini yutgan. Yo'q, anaqa uchun Ronaldoga shu boyagi Perez bobo qildi deb o'ylayman. Modric Riberiga o'xshaydi. Jamoada yaxshi, boshqa jamoadoshlari qatori deyarli, Modric ham Riberi ham. Ammo yaqqol anu ikkalasiga o'xshab ajralib turmagan. Keyin mana bunaqa narsa, mana hozir Riberi ham hamma o'sha eng pik davr edilar. Bir yilida. Neymar ham Bobur etdi, 15-yil zo'r o'ynadi. Bitta cho'qqisi bor. Va hammasi 3-o'rinda turgan oldida. Shundan keyin agar men Ronaldo 4 yil ikkinchi bo'lgan. Messi oldi 4 yil ikkinchi bo'lib turib. Futbolni tashlab ketib yuborish kerak. Bo'ldi, o'zi Ronaldo bo'lgani uchun qolganda. Kakaning ikkita yonida turgan. O'sha davrdan boshlangan. Ha, 8-yilda. Kaka familiyam o'zi shunaqa deb ketib yuborgan futboldan bor. Ronaldo chidashini aytmoqchiman-da. Ronaldo 4 yil Messini bitta futbolchi. U hech kim 4 marta olmagan hayotida. Cruyff ham, Platini ham 3 tadan olgan bo'lsa-da, turib yana qaytib chiqib 5-5 qilib qo'ydi. 5-5 gacha olib bordimi, bir narsalar qildi. Endi mana shunaqa 5-5 degan hisobda 10 ta olindi deganida, 10 yilni hozir Ronaldo bilan Messini xuddi Neymar yoki Griezmann shunaqa futbolchilar kabi bir yilini alohida ajratib bo'lmaydi-da. Hammasi tenga o'xshaydi. Masalan,
Messi hamma yili ko'p gol urgan ekan. Goldan raqamdan kelib chiqasiz, lekin har yili ularni pasi bor-ku, tushgan joyi musiqada bor-ku, o'sha midan boshlasa mida deydi-ku, avjidan boshlayverganda ular. O'sha stabillik juda kuchli bo'lgani uchun keyin planka juda baland olib qo'ygan, o'sha planka 10 yil javob berganligi uchun ham keyingi yillar ular nom turaverganda. Men o'sha yilga rostdan shuna qaytib qoladigan bo'lsa, Mourinho ham shunaqa degan-ku. Ronaldo bilan Messini qaytanga bitta oltin to'pini olgan bo'lsa olishga, lekin bo'lolmagan degan. Ha, qo'shib berishmaganligi bilan. Endi Mourinho futboldan doim norozi bo'lib yuradi o'zi. Yo, to'g'ri gaplar ham bor. Jamolda bir xil fikrli degan gaplar ham bor. O'zi mana oltin to'p tarixida siz uchun eng nohaq oltin to'p qaysi? Yutgan futbolchi. Haligacha haqi bo'lib yuradigan. Shu uyg'onganingizda jahlingiz chiqadigan. Vinicius bo'lardi, aytgansiz, hayotdan xafa bo'lib ketyapman. Qachon Vinicius? Ha, Vinicius olsa hayotdan xafa bo'lib ketyapman, shu futbolchi olsa. Ya, nima farqi bor? Viniciusga bersa, Vinicius ko'proq ovoz to'plab yutgan bo'lardi o'tgan yili. Rodri ko'proq ovoz to'plab yutdi. Nima farqi yo'q. Vinicius shunaqa oltin to'p oluvchilarning ichida zaifki, Rodriga yutqizib qo'ydi. Mana bu yil yo'qdi. Bu yil Rodriga mayli, deyarli 1 yil jarohatda bo'ldi. Vinicius bu yil 30 talikda. Yo'q, o'zi umuman Rodri tayanch yarim himoyachisi, ana trendda bo'lmaydigan, qora ish qiladigan futbolchiga boy berib qo'yganning o'zi. Instagram ham yo'q edi. Instagram ham yo'q. Vinicius ayb o'zida bo'ldi o'tgan mavsumda. Juda futboldan tashqaridagi narsalarni ko'paytirib yubordi. Sizda bormi? Yo'q, eng kriteriyada bor-da, o'sha futboldan tashqaridagi xulqi, odobi, ko'ngilishiga ta'sir qiladigan narsa-da. Odamnomada dars berishadi ular. Keyin juda ko'p futbol klublari muxlislar bilan muammosi bor-da. Ha, Valensiya bilan ayniqsa. Endi bu ham unaqa emas, lekin masalan, olgan taqdirda ham mana shu qiliqlari bilan ham haqli edi, lekin oladi. Bu shunaqa. Jurnalistlarning ovoz berishiga keyinchalik murabbiy va futbolchilar, sardorlar qo'shildi-yu. Mana shu kriteriy ham ta'sir qiladi-da. The Best. Yo, qo'shildi-yu ikkita sovrin. FIFA va oltin to'p 5 yil bo'ldi. Umuman kengaytirdi hamma narsa. O'shanda bilsangiz, shunaqa anaqalar bor, alohida qilib turib, alohidada o'shaning uchun Messi ketma-ket 4 yil olgan. O'shalar qo'shilganda. Ha, o'shanda bir gap eshitgandim. Murabbiylar va sardorlar o'z jamoasida ko'rishni xohlaydigan futbolchiga ovoz berdi. Jurnalistlarning o'zini ovozi bor-ku. Snyder bilan anaqa bo'lgan. Ribery bo'lgan. Jurnalistlar o'ziniki bo'ladi-ku. Qolganlar qo'shilgandan keyin bu bo'ladi. Ha, murabbiylar Messini xohlaganda. O'zi Messini 4 ta olganini aytgansiz, birortasida bir e'tirozingiz bor deydi. Ketma-ket oldi dedingiz. Nohaqlik bormi shunday? Hurmatga ketma-ket olgan. Shuning uchun berib yubordi 4 dan dedingiz. Kimga? Messiga. Yo'q, men hech kimga e'tiroz yo'q. Nohaqlik degan gapim yo'q. Meniki 99-yil. Bu yil nohaqlik o'tkir. Rivaldoga. Yo'q, Ha, o'tkir yo'qligi. Jahon chempionati. Ayrilgan yo'q o'ziga. Men 2006 ga noroziman. Kannavaroga. Kannavaroga Zidanga berish kerak edi. Chunki Zidan o'sha 98 ga qaraganda zo'r o'ynagan jahon chempionatida. Boshqa Zidan bo'lib ketgan. Hammasi olib chiqqan. Ispaniya bir o'zi Casillas ham bu yoqqa yotqizib, bu yoqqa yaxshi o'ynagan. Braziliyani ham yarim finalda. Braziliya katta o'yinlar ko'pdi. 2006 da kim chempion bo'ldi? La Ligada. Yo'q, La Ligada. La Ligada bittasi bo'lganda, qaysi bo'ldi? Real Madridda. Yo, Real La Liga unaqa muhim emas. Mavsum jahon chempionati edi. Jahon chempionatida Italiya bo'lgan. Ki Braziliya bilan qilgan ishlari bor-ku. O'sha o'yin uchun shuni berib yuborsa. Yarim finalda Braziliyani. Lekin bermagan, kalla qo'yib qo'ygan. Rostdan kalla qo'ygan. Shu kalla qo'ydi degan jumla shunaki ishlatilish bo'lsa kerak. Lekin men Italiya nashrlari o'sha mana Zidan tushdi-ku, keyin Buffonga berish kerak edi, lekin u Buffon zo'r o'ynagan. Kannavaro ketmagan-ku. Finalga olib chiqqan, haqiqatda finalda. Yo'q, aksincha Kannavaro Juventusni tark etgan. Yani tark etgani uchun berishgan, agarda tark etgan uchun. Realga o'tgani uchunmi? Chunki bu unaqa Juventus qanaqadir Yo'q, ishlar bilan ketib qolgan. Futbolchisi sifatida olgan. Ha, olganda Real futbolchisi bo'lgan. Peres u paytda Peres emas edi u paytda. Agentlar. Yo'q, tushib ketgan o'sha Juventus chetlashtirilgan. O'sha uchun agarda Buffon Juventus tashlab ketganda berilar degan bir Italiya nashrlari yozganda. Shu uchun. Yo'q, o'zi aslida Italiya terma jamoasida bitta futbolchiga berish kerak bo'lsa, Buffon olish kerak bo'lgan. Chunki Buffon ikkita gol o'tkazgan. Bittasi avtogol, bittasi penalti. Penalti ham setkaga bormagan, to'rga bormagan. Zidan nazarlashgan. Finalda bo'lgan. Boshqa gol o'tkazmagan, nimadirlar qilib tashlagan. Men bironta darvozabonni jahon chempionatida men masalan anaqa maqtashadi-yu oxirgi qaytaradigan.
Emiliano Martinez, Emiliano Martinez finalda 3 ta o'tkazgan. Bitta o'yinda 3 ta o'tkazgan. bitta penalti, ikkita penalti o'tkazganini qiladi. Gollar o'tkazib chiqqan bo'ldi. Bu jamoasi o'sha bilan baravar golni urganligi uchun penaltilar seriyasida yaxshi turgan haqiqatan. Gollandiya bilan o'ynadi ham ikkita o'tkazib yuborgan. 2002-yilda Oliver Kahn edi. Va Saudiyadan 2 ta o'tkazgan. U birinchi turda. Do'sari zo'r gol urgan. Shuning uchun hech kim olmadi uni. Shu Buffon darajasida Oliver Kahn bo'lgan 2002-yilda. Finalda 2 ta o'tkazib qo'ygandi Ronaldodan. O'shanda. O'sha uchun Ronaldo o'ynadi. Qilmagan, finalda ham qilmagan. Va ko'ngil ishi deganda endi bu mavsum Yamal bu yoshda qilayotgan ishlari uchun Biz berib. hozir bilmaymiz kimga berishadi, lekin Jamol akam tanlovini aniq bilamiz. Kanallarda ham doim yozadilar. Bitta narsa tanlov bilan xohish o'rtasida sal farq bor. Men ko'pincha, masalan, Dembele olsa kerak deganim, bu men o'zim tanladim degani emas. Tahlil qiladi-ku odam, baribir Chempionlar Ligasi, PSG o'ynadi. Shunaqa bo'lib shunaqa hisoblab turib, baribir shu narsa ko'proq bersa kerak deyman, lekin meni o'zimga bersa, men ham misol uchun bu yili Yamaldagi futbolchi yo'q o'zim bunday narsa. Chunki oltin to'pda bu ko'ngil ishi ham emas. Men ko'nglim ham yo'q unga. Ko'nglim qolib ketgan bolalar. Lekin maydonda qiladigan harakatlari, katta o'yinlarni hal qilishi, yosh bola bo'lib turib ham butun jamoa usiz qolganda g'arib bo'lib qolishi, o'sha hamma tanqid qildi-yu, Inter bilan o'yinda hammasini tepurdi. Butun Barsa, hozirgi mashina deb turgan Barsa shu bolaga suyanib qo'ygandan keyin tepurdi. Zommer ham o'shandan keyin o'ynamadi, undan oldin o'ynamagan o'yinni ko'rsatib berdi endi. Shuning uchun keyin Yamalning bitta farqi bor Dembele bilan Rafinhadan jamoa. Eshiting. Yomon zo'r gap bor-ku. Ko'zimga qarating. Diqqat. Rafinha bilan Dembeleni yomon o'tmishi bor. Bilasiz, yomon o'ynagan paytlar. Yomon xalaqit beradi ongi ostida. Baho berayotgan. Yamal tozada. Bilmaysiz, Yamal hali qovunlarni boshqani. Lekin ishtoni bor faqat bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Flik ham shunchalik tozaki tushirib yuradi. Mana shu joy toza emas ekan. Flik to'g'rilab qo'yapti. Shunaqa. Maydonda shunaqa qilib qo'ymasang bo'ldi deyapti. Xullas, menimcha Yamal olgan. Biz endi 20 kishi bor. Dembele oladi deb o'ylayman baribir. Bir kun oldin. Dembele ayni o'sha muhim o'sha yarim final, to'g'ri finalda gol urdi boshqa. PSG-ga ham, aniq Liverpoolga ham urdi. Mana urdi. Faqat Arsenalga urolmadi. Keyin ularni bitta hurmati bor yana. Javob jibbatda o'ynamadi. Rafinha bilan ikkalasi bor-ku, juda o'zgardi-da, men masalan o'sgan tomonini ham hisobga olishlari mumkin-da. Endi Yamalni qanaqa o'sishini bilmaymiz. Yo'q, bu yerda bitta kriteriy Yamal hali yosh, hammasi oldinda degan narsa ko'p. Bu noto'g'ri. Yo'q, shu fikr bor-da ko'pchilikda. Yo'q, demak zo'rligidan-da olishiga ishonishmoqda. Hozir Dembele ishonmaysiz keyin gol olishi. Hozir berib qo'ysa Dembele shu Mbappe'ga ishonasiz. Mbappe'ga ishonsa bo'ladi. Mana hozir. Lekin Dembele shu yil bittasi yozdida menga. Shu yil olmasa bugun olmasa Dembele ham Rafinha ham boshqa mantiqi g'alati edi. Xuddi u o'lchov bilan berish kerak. 15-yilda olmagan bo'ldi. Keyinchalik. Keyin yaqin ham kelmadi. Riberi ham shu, Sneijder ham shu. Qolgan. Benzema, Modric deb bo'lar ekanda, olsa. Shunaqa. Lekin futbol tarixida hech kim Benzemachalik ikkinchi o'rindan farqli darajada olmagan. Katta farq. Ikkinchi o'rin. O't ko'ngil ishi ham qolmagan, kriteriyalar ham muhabbat ham yo'q odamning. Benzema Chempionlar Ligasida hamma anaqalar nima edi, kambeklarda bitta o'zi yurganini ko'rganda hamma. Juda qo'rqinchli bo'lib ketgan. Zo'r yil bo'lgandi. Ronaldo prime paytlari ham bor-ku, qaysidir o'yinda Ramos urganda, qaysidir urgan o'yinda Marseldan porlaganini ko'rganmiz. Modric mixlab tashlagan o'yinlari bo'lganda, lekin bunda faqat finalda Benzema anuni yordamchi qilib, menga bunda devor qilib pas qilib turdi-da Viniciusni. Shunaqa qilib cho'loqlarni chiqdi. Urishib bergan mavsum edi. Zavollarni pressing qilib, yo'q joydan o'yinlar qutqarib ketdi. Ancelotti nafaqat Ancelotti maqomi deb o'yladi. Benzemaga oltin to'p emas, darrov haykalni ham berish kerak. Ikkinchi o'rin kimligini ham ko'tara olmay ketib qoldi bor. O'shanda kimdir rostdan ikkinchi o'rin kimligi hozir esda ham yo'q. Bittadan bilasan, bilmaysan. U shunchalik orqa Sterling bo'lishi mumkin misol. Kim bilan bahslashgani ham yo'q-da bu yoqda. Hech kim bilan bahslashmagan. Ronaldo bilan Messi aralashmay turdi. Bo'lishi mumkin-da. Shu darajada farq etdi. To'g'ri. Lekin o'sha davrda Messi bilan Ronaldo hali Yevropada edi. Benzema olgan payt.
yarim mavsum PSJni yutgan-ku, Messi o'ynagan. Messini yutib qo'ydi. penalti urolmagan Messi. Messi Haqli ham bo'lgan. Messini ham yutib qo'ygan. Ronaldo ham Unitedda. Yarim mavsum edi. Unitedda tusha olmay yurdi. Tenqakdan. Yarimda o'ynab, yarimda ketgandi. Qishda ketganida. Qishda ketib qolgandi. Chempionatdan oldin edi. Mana brilliant sovrin aytdingiz. O'sha yupatuvchi deb. Hozir Zebest yupatuvchi emasmi? Vinicius oldi. O'sha brilliantda, o'sha meros. o'sha nomi. Hozir agar Dembele oladigan bo'lsa, Yamalga Zebest borish kerak. Oldin Ozod bo'lgan bo'lsa, hozir Ozodbek bo'lgandek gap. Ha. Lekin oldingidan mavqe ko'tarilgan hozir Zebest. Oldingi brilliant topdan mavqe balandroq baribir. Hozir Nega desangiz, FIFA qo'shilishib turib, hali firmalar bir-biriga qo'shib turib, anaqalarni olib qo'yadi-yu. hozir agar bugun Yamal oladigan bo'lsa, Dembelega, Dembele olsa Yamalga beradi, baribir. Bo'lishi mumkin. Balkim ikkalasini ham bir futbolchilar, bilmaymiz. Umuman boshqa futbolchilar. Yamal bilan Dembeledan boshqa agar tanlov. Men bitta narsani aniq bilaman. Lekin o'zi aslida Eng yaxshi darvozabonni Donnarumma oladi. Eng yaxshi murabbiyni Luis Enrique oladi. Luis Enrique bu yil marosimga bugun bormaydi. Flik boradi lekin. Lekin Donnarumma keladi. Duye bilan ana qaydnomaga kiritilmagan Dembele. Ha, ular boradi, Enrique bor. Eng yoshda hozir unaqa bor. O'zi aslida Kubarsimi? futbol insofi. Boshqa futbolchilar ham borda eng yoshda. Futbol insofi bo'lsa, Duoye ham borda, Duoye deymiz. biroz mutaxassislarda qarasa bor-ku, jurnalistlar Pedri olish kerak o'zi. Ha, men aytmoqchi edim shuni. Mana shu Ikkinchisi bo'lmaganda Pedri Men Pedri hozir bormadi ham hatto marosimga. Qayerdadir bor nomi chiqadi, lekin uyda dam olishni afzal ko'rdi. Vitinani ham qo'shish kerak ekan. U biladi, bu oltin to'pi hech narsa emasligini, uni qilayotgan ishi bo'yicha. Yo, bu agar asosiy emasligini biladi-da, asosiy figura bo'lganda borardi menimcha. Bilib turibdi-da, olmasdi. Yo'q, o'zi misol Barselonani men bu Flik davridagi qurilishida boshqasida mana Yamal yo'qda hozir. Yo'q bo'lsa ham tizim ishlab yotibdi. Lekin Pedri bo'lmasa juda katta narsa yo'qotiladi. O'z Newcastle 4 ta futbolchidan bitta o'zi o'ynadi. O'rtada bir narsani qildi. o'zi butun dunyoda nafaqat muxlislar, ko'pchilik futbolni yakunini golni ko'radi-da. Shuncha hujumchilar trendda-da. Agar maydon markazida o'tgan yil golchi bilan bo'lsa, Rodri oldi-ku, o'shani Pedri olish kerak. Pedri bilan Vitinha bu yil dahshatda, agar qaraydigan bo'lsak. Men bu ikkalasi loyiq emas demoqchi emasman. Agar bu ikkalasi bo'lmaganda, Pedri Vitinha talashardi lekin. Nuno Mendesga yaqin ham kelmasa kerak, bugun. Kimga? Nuno Mendeslar bor. Kim u? Qanot himoyachi. Ha, Yamal to'xtatgan. Millat ligasi. Mendeshdan Hakimining imkoniyati yuqoriroq. Agar Hakimi stabilroq o'ynadi. ha, Endi ulardan ham birora olish mumkin degan 30 ta futbolchidan Mendesh hamma gapirganda epizodlarni qara O'sha oladi. millatlar har ligasi. bitta katta o'yinlarda o'sha eng xavflisini cho'nchagiga soldi-da, shu bilan eslab Aka o'zi cho'ntakda olib ketishdi. Chelsea bolalari Chelsea da shunaqa bo'ldi. O'sha vaziyatni esga tushdi. Netu bor. Xullas shunaqa. Bu tuganmas mavzu. oltin to'p mavzusi tuxum bilan tovuq mavzusiga juda yaqin. Qaysi biri birinchi paydo bo'lgan? Ha, uning isboti yo'q. Bor, xo'roz. Yo'q, oltin to'pda o'sha xo'roz ham yo'q-da. O'shaning uchun mana ertaga aniq, bugun tunda aniq bo'ladi. Ertaga aniq masalan yana yig'ilsak, ikkitamiz haqli, ikkitamiz nohaq deb o'tirishimiz mumkin. Hozir izohlab qo'yish kerak. Chunki nima unaqa Barsachi, Real. Men boya Bobur bilan magazindan chiqdik-ku. O'sha bola Barsachi-da. Yamal olmasa yaxshi bo'lardi dedi. Nimaga dedim? Men chiqayotgan paytda nimaga desam, yana Realchilar boshlaydi dedi. O'zing shunaqa qaraysan. Umuman jamoalarning o'yiniga, natijasiga bu jamoaviy o'yin-da futbol. Bu ichidan o'zi bunday qarasa asli nohaq. Bitta futbolchi hech qachon jamoadan ustun bo'la olmaydi. U o'ynagan yilida faqat shu Benzemadan tashqari. Qo'ya hammasi o'zining yillarida bar boshqalarning yordamiga ehtiyoj sezgan, o'sha bilan zo'r bo'lgan, zo'r jamoalarda o'ynaganligi uchun bo'lgan. Himoyachilar, yarim himoyachilar e'tirof ham etilmay qoldi. E'tirof etiladi endi boshqa sonlarda. Futbol minus dasturi 3-soni nasib qilsa keyingi sonlarida ko'rishguncha.